Salom do'stlar, sizlar bilan bugungi videomizda bugungi videomizda nima qilamiz desangiz, bugungi videomizda Gemini'dan Minecraftga har xil challengelar olib, ularni bajarishga harakat qilamiz. Qani ketdik do'stlar. Mana do'stlar, biz Gemini'ga ham kirib oldik. Endi videoni bu olaverib bo'ladi. Endi qaranglar, bu yerga Gemini men Minecraft uchun challenge'lar do'stlarni ketdi. Endi bizga challenge beradi. Oho, Neckerman uslubida challenge deysanmi? Demak, oddiygina omon qolish senga qiziq emas. Xavfli va noodatiy vaziyatlar kerak. Sening Minecraft mahoratingni sinab ko'radigan bir nechta ajoyib va qiyin challenge'larni tayyorladim. O'zingga mosini tanlab, videolaring uchun ajoyib kontent yaratishing mumkin. Shart: quyosh chiqqanda yer yuzida yura olmaysan. Xuddi zombi yoki skeletdek kunduzi faqat g'orlarda yashashing yoki yer ostida qazishing kerak. Maqsad yer yuziga faqat tunda chiqib resurslar yig'ish va shu holatda dragonni, ajdarhoni yengish shart. Har safar yangi bir turni, masalan, faqat oltin madanini yoki ma'lum bir dushmanni uchratganingda keyin qadamingni xullas do'stlar, mana bu birinchi shartni qilamiz. Bu shart yorug' tushganda yurmasligimiz kerak. Tun tushganda biz g'orlarda ichida har xil joylarda temirlar olib resurslar yig'ishimiz kerak. Gemini aytdiki, sen quyosh chiqayotganda g'orlarda yer ostilariga kirib olishing kerak. Sen quyoshda yurmasliging kerak. Xuddi skeleton va zombiga o'xshab dedi. Endi esa bu challenge'larni bajarishga qani ketdik do'stlar. Mana do'stlar, kirib ham oldik. Do'stlar. Hozir biz Shader bilan o'ynayapmiz. Shuning uchun mana shunaqa holatda. Men daraxtdayman, quyosh nuri menga tushmaydi va o'lmayman. Men daraxtdayman. Zombilar, skeletonlar shu daraxtda bo'lsa o'lishmaydi. Hamma ko'rgan. Ha, do'stlar? Endi esa qani ketdik. Hamma narsani olamiz. Shu kerak bo'ladi. G'orlarda ishlatamiz buni. Nega? Yoshga chiqib qolaylik. Yer ostiga tushib ozgina resurslar kerak bo'ladi. Biz bu resurslarni olishimiz kerak. Mana shu yerga mana qo'yamiz, kimdir o'lsa ezib oladi. Kaktusni olishim kerak. Ma'lumotga ko'ra mana qo'yamiz. Ana chirog'imiz ham bor. Endi kelganimlarda maydalab boramiz. Bu yerlardan ham chiqib qolishim kerak emas. Challenge
kommentga yozsalaring, men o'sha challenge-ni bajaraman do'stlar. Mana do'stlar, toshni ham 17 ta bo'ldi. 18 ta, 19 ta, 21 ta, 22 ta, 23 ta. Ana endi esa craft qilsak bo'ladi. O'ynadim men bitta crafting table yasab. Yo'q, juda ham ko'p yasab oldim. Xuddi haligi guldan epki narsa tushadi-yu, ana shu kabi. Endi esa biz qazishni davom ettiramiz kerak. Bularga kerakmas hozircha. Hozircha bular kerakmas bizga. Bularda endi yaxshiyam nom beribdi. Sizlar ham challenge berishinglar mumkin, kommentga yozib qoldiringlar. Men albatta o'sha challengelarni bajaraman, qiyinroq bo'lmaydi. Sizlarga nima ketadi do'stlar? Obuna bosib qo'ysalaring bo'ldi. Yemin aytgan-ku, tashqariga chiqmaydigan. Bizlarda hozir fakil yo'q. Ya'ni chirog'imiz yo'q. Ha do'stlar, endi nima qilamiz? Nima qilamiz do'stlar endi? Hammaylar nima qilmaydi. Shunisi kerak. Men bu yerga maqtular paydo bo'lmasin. Chunki kuchga paydo bo'lsa, chiqadi. Qarorchi do'stlar, mana shuni o'rniga bitta tosh qo'yish kerak. Tezda maydalaymiz, tezda toshni qo'yamiz. Qani? Bo'ldi. Mana shuni ekranlarda chiqib turibdi do'stlar, Telegram kanalim silkasi. Sizlar shu Telegram nimasini bo'lsanglar, qora kodi mana shuni skanner qilsanglar, Telegram kanalimga o'tasizlar. Telegram kanalida har xil va zo'r modlar bor. U yerda xohlagan modingizni yuklab olishingiz mumkin. Aynan Minecraft Bedrock uchun men yaqinda Javaga ham modlar tashlamoqchiman. Shu chat yarataman do'stlar. Seriallar tashlab turaman, Bedwarslar tashlayman, Skywarslar tashlayman. Har xil survival seriallar, horror seriallar, shunday modlar tashlab turaman. Hattoki seriallar ham. Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, shunaqa modlardan qolib ketmaysizlar. Maza qilib hammamiz o'ynaymiz. Shu modlarni birga seriallarda do'stlar. Hopmi? Ana endi bu yoqqa chiqishim. Yo'q. Chiqamiz. Qatyapti. Bo'ldi, endi qanday? Haliyam yo'q ekan-ku. Ishlatsam so'ramabman-da Gemini'dan. Do'stlar, Gemini'dan so'ramabsiz-ku, ishlatish, ha? Gemini'dan so'ramabsiz do'stlar.
nima qiladi? Endi nima bo'ladi do'stlar? Amal hech nima qilmaydi. Shunday o'ynab yuradi. Qorong'u tushishini kutamiz do'stlar. Qachon qorong'u tushadi? Amal bungacha biz buyruqlarni kattaroq qilib versiyasiga ta'kid zoom modini joyda biz klip qilganimiz ekan. Yo'lani lekin o'zini hozir versiyani 1.21 versiyasidami? Shuning uchun 100 versiyasida bunaqa narsalarni keyin qo'yishlar, bolta ketganlar yasab bo'lmaydi. Yasasa bo'ladi. Do'stlar, temir chiqdi. Qani olamiz. Mayli, shuni ustiga bitta qalqon yasab olamiz mana shunda. Kechasi bemalol ovullar qilib, bemalol temirlar olib yuramiz. Qalqonsiz himoya bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun ham qalqon zarur. Videoning o'rtasida bo'lib turaman do'stlar. Hozir qaytamiz. Do'stlar, hozir Minecraftda nimadir ovoz keldi. Do'stlar, hech qanaqa mod qo'shmasdan shunaqa yaratgan. Bu shunchalik emas do'stlar. Eshitdingizmi? Do'stlar, men qo'rqyapman. Nimani ovozi bo'lishi mumkin do'stlar? Nimani? Mana qo'rqinchli ovoz ekan. Xuddi kuchuk yerni kovlayotgandek. Mayli, mana shu challenge'ni bajaramiz. Bajaramiz do'stlar. Mayli do'stlar. Videomiz shu joyda tugaydi. Sizlar bilan esa xayr emas.
ko'rishguncha keyingi videolarda albatta sizlarni ko'raman deb o'ylayman. Like va obuna esdan chiqmasin. Xayr do'stlar. Izohlarda o'zingizni challengingizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, omon bo'ling.